sizni sevishlarini qanday bilsa bo'ladi? Agar inson sizni haqiqatda sevib qolgan bo'lsa, unda shunday holatlarni kuzatishingiz mumkin. Eng birinchi holatda siz u insonni oldida o'zingizni xotirjam his qilasiz. Ikkinchi belgisi, u inson bilan suhbatlashayotgan paytingizda go'yoki o'zingizni ikkinchi bir qismingiz bilan suhbatlashayotgandek bo'lasiz. U bilan sizni fikrlaringiz, so'zlaringiz ketma-ketligi, bog'liqligi juda ham yuqori bo'ladi. Uchinchi holatda, siz agar u bilan suhbatlasha olmay qolsangiz, undan xavotir olib, uni behuda rashk qilmaysiz. Unga tamomila ishonch bildira olasiz. Eng asosiy 4-belgisi esa siz o'zingizni yaxshi ko'rishni boshlaysiz. Haqiqiy sevgida inson o'zini yaxshi ko'rishni boshlaydi. O'zini borligicha qabul qilishni, o'zini anglashni boshlaydi. Mana shu belgilar bo'lsa, bu inson haqiqatan ham sizni sevadi.